росту 74 сантиметра, вес 75 килограмм ровно. Второй официальный поединок профессиональным боксом и профрекордом Bitta jang, bitta g'alaba представляет Oqqo'rg'on Toshkent Tramplin Odilxon Kamolov. Jangini ochiq esla olmadi. Vazn borasida farq biroz bordek, Kamolov og'irroqdek. Jang boshlandi. Takedown amalga oshirib yubormasa kifoya. Odilxon tashlanyapti Kamolov. Oldinga ammo yaxshi qaytardi zarbalarni va birinchi knockdown holati. Men zarbani ko'rmay qoldim ochig'i. Bu vaziyatda Kamolov yana tashlanyapti. Rahmatov yaxshi o'ng qo'l, qo'llar ustidan zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Endi Odilxon zarba ko'taradi. Buni MMA janglarda ko'p kuzatganmiz. Chap qo'l yon taraflama zarba o'tyapti. Atfda yana chap qo'l yon taraflama zarba yo'llayapti Rahmatov. O'tyapti asosiy kelik bilan uning zarbalari. Odilxon tomonidan. Ikkinchi nuqta yerga tegdi. Mana bu yerda Rahmatov jon holatda oldinga tashlandi va zarbalar yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Yana qarama-qarshi zarba o'tyapti, mo'ljalga boryapti. Klinch holati. Birinchi raunddan shuni ko'rib turibmizki, garchi knockdown holati yuzaga kelgan bo'lsa ham, qolgan raundlarni ham kuzatishimiz kerak albatta. Ammo Odilxonga oson bo'lmaydi. Raqib oson emas. Klinch. Vazn borasida farq bor. Buni aniq aytib o'tamiz. Yetib olishga harakat qilib ko'rdi Odilxon. Yana klinch. Va birinchi raund yakuniga yetib boryapti. Hakamlar qanday hisoblashgan bilmadim. Yomon raund emas. Yana bir bor aytamiz. Odilxonga oson emas.
Ikkinchi raund. Chap qo'lda qanday yaxshi zarba yo'lladi, ammo og'dirishga muvaffaq bo'lyapti Kamolov. Yaqinlashib kelgan raqibini yon tarafga. Endi Odilxonni ham tushunishimiz kerak, bu yerda ko'rinib turibdi, uning asosiy sport turi emas. Feroz Toshevni ko'p bor kuzatdik bugun, u ham diqqat bilan jarayonlarni kuzatib turibdi. Qorin qismiga zarba Kamolovdan, chap qo'l yon taraflama zarba. Biroz nima bo'ldi hozir? Kamolovning qo'lqoplari yechilib ketgan qo'lda. Kapa joydami? Joyda. Jang davom ettirish mumkinmi? Mumkin. Referi ko'rsatma beryapti va jangni kuzatishga davom etamiz. Mo'ljallayapti. Ixtiros bilan hozir takedown amalga oshirsa, qiziq jarayon bo'lardi baribir. Uppercut yo'llashga, tutib olishga harakat qilmoqda. O'ziga xos zarbalar bilan. Odilxon Kamolov o'g'ib ketdi. Hozir uning raqibi Rahmatov va qarama-qarshi chap qo'l jab o'tyapti, mo'ljalga boryapti. Ikkilik zarbasi. Vaziyatni, holatni o'z qo'liga olyapti Kamolov. Chap qo'l yon taraflama zarba. Yana bir chap qo'l zarba. O'ng qo'l cross o'tyapti. Diqqat bilan referi Rahmatovning nigohiga qarayapti. 1 daqiqalik vaqt bor. Rahmatov hujumga o'tmoqda. Ketma-ket zarbalar bilan Kamolov esa ikki qo'lini pastga tushirgan holda raqib zarbalarini qabul qilyapti. Yana yo'la deyapti, u esa ortga qaytyapti negadir. Chap qo'l yon taraflama zarba, o'ng qo'l zarbasi. Referi vaziyatga aralashishi mumkin ushbu jarayonda. Bir shturm qildi va nima bo'ldi? Shifokor. Shifokormi? Yo'q. Bog'ich. Menimcha qo'shilab qo'ysa ham bo'laveradi. Ana bunday jangning qizg'in pallasida barcha muxlislar kutib qolmasligi uchun. Jang davom etadi. Jab o'tdi. Yana bir zarba mo'ljaliga bordi. Clinch. 20 soniya vaqt bor. O'tyapti zarbalar Kamolovdan bir qancha. Bu raund ham yakuniga yetmoqda. Biroz murakkab holatda endi bemalol aytib o'tishimiz mumkin. Sherxon Rahmatov ko'p zarbalarni qabul qilib oldi, o'tkazib yubordi.
Yana tashlanyapti oldinga Kamolov. 3-raund. Toliqib qoldi biroz Rahmatov. Toliqib qoldi biroz. Vaqt hisob ochilyapti. Vaqt hisob ochilyapti. Chunki jangdan qochdi, jangdan bo'yin tortdi. Mana shu ballada Rahmatov soch ham tashlandi. Chunki ko'rinib turibdi endi Rahmatov jangni davom ettirmayapti. Referi endi payqadi otilgan sochiqni va jang yakuniga yetmoqda do'stlar. Odilxon Kamolov Kamoliddin Hasanov nokaut bilan imkoniyatni boy bergan edi. Taktar nokaut bilan raqib ustidan g'alaba qozondi. Odilxon Kamolov. Ha, raqiblar kuchli bo'lmasligi mumkin. Buni ham e'tirof etamiz. Lekin Hasanovning raqibi qanchagina kuchli edi. Buni ham ta'kidlaymiz. Endi Зафиксирован TKO. Победу техническим нокаутом одержал Oqqo'rg'on Toshkent tramplin Odilxon Kamolov. Odilxon Kamolovning qo'li baland ko'taryapti do'stlar. Bizda qisqa tanaffus reklama ekrandan uzoqlashmaymiz.